Haydovchi ustaga shogird tushsang nimalar bo'ladi? Assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Necha bo'lsa soat qayerda yuribsan? Shu opoqimga toratga suv isitib berdim-da, o'shancha kechga qolib ketdim. Bahonani Bollywooddan bo'ldi-yu, bor ishni qil. Shogirdlarda doimgidek bahonasiga bu opoqlarni aralashtirmaslikda sira ilojisi yo'q. Aybini yashirish uchun ustasiga mahallada tirik chola kampirlar ham qoldirmaydi. Shu bilan ishlar boshlanadi. Chochilib ketgan kuluvchilarni bir joyga jamlaydi, artib tozalaydi. Ko'chada qolib ketgan damkratlarni ichkariga olib kirib qo'yadi. Yo'qolib qolsa ham baribir o'zi boshi baloga qoladi. Ustasiga yoqish uchun chiroyli qilib uborka qilib qo'ymoqchi ham bo'ladi. Nima bu uxlab qolgan kelinga o'xshab endi ish qilyapsan? Ha, usta uborka qilib berdim-da. Uni amal zatirda to'rtta boltini yechasan, keyin uni tashqi granatdan yechasan, keyin ichki granatdan yechasan. Yechib bo'lgandan keyin mana stabilizator rezinkalarini yechasan. Yangi shogird bo'lganing uchun ustining gapi senga qanaqa eshitiladi? Je me suis fait former, je me mets sur de morale, je peux te ma fiche dessus, je suis fait vache debe. Tushundingmi? Usta, bitta gapingizga tushunmadi. Bu ovsar shogird qana yedirsanmikin-a? Ya, ey shogird, Usta, 44 kiloshni olib keling-chi. xo'p bo'ladi. Bizda 44 kilosh yo'q-ku. Usta mana qilich. Bu ikkita 22 yu 44 basu. Ha, 20 kilo qo'ysa 44 bo'ladi usta. Ha, aka, amazzatorlarni almashtirib berdi, ha. Rulovoy kanonga rezinkalarni olib kelsangiz, birorta qo'yib olamiz. Boshqa zapchasi kerak emas. Usta, mashinani farasi sindirib qo'ydim. Aka, bitta fara ham qo'shib olmasangiz bo'lmas ekan. Hadovoy yumshoq chiqmaydi-da. Keyingi safar qaysi sohalarda olib chiqaylik kommentariyada kutib qolaman. Menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Pak.